Assalamu alaykum naq maydondagi tomoshabinlar. Assalamu alaykum ekran oldidagi ko'rmanlar. Riyosatchi Nijat Vali Yoqtin hammalarga sevg'inish salom. Assalamu alaykum naq maydondagi aziz tomoshabin do'stlar, shunaqla televizor ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Riyosatchi qizlar Hidoyat Jamshidindan hammalarga oliy ehtirom. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Buğra madaniyat taqdis shakli sharifida birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi Chin Güzel Ipak Guli Sadasi. Chin radio texnikasi Sultonzor ishlangan go'zallik bilan Chin Güzel kirim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Qadrli do'stlar, Ipak Guli Sadasi programmasiga qatnashib 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mayirlarimizning tartib buyumlari intayin katta edi. Undaqda mukofot buyumlarimiz birinchi darajaga erishgan mahirni Hasal makoni g'uljida ishlab Sabtava hasilni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Pastel musulmon kiymak ishlab chiqarish shirkati 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mukofot uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Ixtiyor markasiga a'lo sifatli savdosi ishlab chiqarib xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Ixtiyor fan texnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Uchinchi darajali mukofot bo'lsa Uyg'ur tibobatchilikda belgilik bo'sish hosil qilgan Kinara mablag'chiligi erkin maqsadlar ta'minlangan 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. To'rtinchi darajali mukofotimiz bo'lsa xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Shinjong Mo'tvar xalqaro ko'chak shirkati Alzoq kiyimchiligi ta'minlangan 50 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shunday bo'lsa bizning mukofot o'yinlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorligimi intayin puxta. Növbətdə rəqabətləşdirən mahirlərimiz bolsa, Dilbar Emin Niyoz bilan Canar Tursun. Qani, mərhəmət. Hizmet bo'lgan ishki savoqdishimiz Canar Dilbar. Hadi bu ikki qizga bir naqsh bo'lishga chiq sabablar va uning ichida ikkalasining qizlar ekanligi mühim sebepler. Çünkü ben bu işki savaşçımızdan birisini yani bir oğul bilen bile piyikliği sarsam avaz dairesine farklı, üslubunun uçmaslığı belli ve ziddiyetler geçtiği keza hakkani bulmaslığı mümkün. Ustadımız baktığımızda işkileylenge bir ögünüş fırsatı bulsun da işkileylenge bir amibak fırsatı nakşını verdi. Bizimizin aleyhü sorumuz yani Ukrayna'ya aleyhü atam. Bu жылғы берген әніміздің жоғары өреді болса да, екеуміз жақсы орында шықсақ деген үміттеміз. 时间都去哪儿了？还没好好感受。 Biz bu nakş etişeriyanda azırak kıyınaldık işkileyelenme avazı asasen başka üslup nakşlar bolğaçqa kıyınışlar boldu lekin işkileyen terişdik, yaxşı kıyınışlar boldu. İcanalardan menden çoğun bolğaçqan nurgulgan ahang jatdan, fıraq jatdan nurgulgan narsani ütüp koydu. Eğer avazını aldın urun koyup ihtiyat kılayım. Avazın bir yerde bunda yoruq çıkış gerek. Bunda süzük çıkış gerek degen narsani ziddiyet qilib qallanıqı uğurlaştırıp qasanlar hissiyatını tapıyorum. Hazır sahneyi alıp durmadığımız Cenaralar mım gayret falan, mım gayret falan birlikte verseydi. Men қазір sahnaga chiqishimdan sizlar sizga shakl deyman. Shu hissiyatni oldin urib qo'yingiz.浪漫头白发。
转眼就只剩下满脸的皱纹。Mana shu söyleş ilki turib 3 nafar yetakchi ustozdan sizlarga beradigan bahosi va tavsiyasini anglab boqaylik. Meningki tavsiyam Dildar singlimni qo'llab qo'ying. Mahmud apandim. Canar. Erkin Abdullah apandim. Dildar qiz ritim jihatda azroq ketib qoldi avjiga kelgan chog'da ham ovozning to'g'riliqimi toza joyiga tushmay qoldi. Shunga meningki tavsiyam Canar. Rahmat. Yuqorida yetakchi ustozdan sizlarga bergan bahosi va tavsiyasini anglab o'tdinglar. Balkim sizlarning bu ustozning tavsiyasi va bahosiga nisbatan mush minutlarda deyishni xohlaydigan so'zinglar bo'lishi mumkin. Canar. O'zarada o'tirgan 4 ustozga rahmat aytgim keladi. Qimmatli vaqtlarini qo'yib, bu ishni o'sha yaxshi baholar berganligingiz uchun rahmat aytaman. Rahmat. Rahmat. Dilbar siznikini anglab boqaylik. Necha oydan beri ijobat tatib, hamshini tarbiyalagan ustozga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Xalqlik saytlar qadam qo'yib turyapmiz. Abdulla apandim qaror chiqarishdan burun Abdulla apandimning hamroh yetakchisi Abdulat apandimning fikrini anglab boqaylik. Bireylarniki asos xarakter uslubi Yevropa uslubida, bireylarning uslubi milliy naqshi uslubida. Shuning uchun bu ommabop uslubdagi naqshini har ishkilalanga shuni ijro qilish orqali bu biroz odillikni qo'g'lashgan bundan. Menimcha Dilbar ikki bo'lak aytilgan naqshniki bir bo'ligida shunday yaxshi ijro qildirib, bir bo'ligida azroq qisman savalliklar ketib qoldi. Endi Canar boshdan oxir biroz hissiyot jihatdan chiqqan, to'lgan hissiyotdan faqat va ohangdagi muqimlik jihatdan faqat ketkizish bo'lmadi. Endi Yevropa uslubidagi naqshini ba'zilarida tushunchimizda go'zal ovoz deymiz. Yevropaliklar uchun go'zal bu. Bizniki balki bu naqshni o'zimizniki xalq ahonlarga, xalq naqshlarning o'ziga ekansak, u uslubni dal tutib ketish natayin. Shuning uchun menimcha shu Yevropa uslub deb og'inimiz biroz to'g'ri deb qarayman. Shunga Canarniki asosiy xasligi bu yerda, Dilbarning xasligi asosiy muqam milliy ahonda bu ommabop naqshni har ishkalalan eng zo'r turchanlik bilan yaxshi ijro qilib berdi. Menimcha Abdullah guruhi tavsiya qildiganim Canar. Rahmat, sizning qimmatli fikringiz uchun ko'p rahmat. Balkim Abdullah apandim siz bu 2 nafar mohirimizga haqiqatan qiymasangiz mumkin. Chunki bu sizning guruhingizdagi 2 tonli qizilgul. Bizning musobaqa sahnasi bo'lgani bilan bu qarindoshlarimizga, xalqimizga televizorda ota bola, ona bola, qarindosh, qavm qarindoshlar xotirjam o'tirib turadigan bir ko'ngil etish programmasi. Buning natijasini pek cho'ng ish yoki oxirgi bir yakun deb o'ylashga bo'lmaydi. Qozoq qizimiz Canar asosan Yevropa milliy uslubni birlashtirgan bir uslub yaratgan. O'zligidan o'rganib, mush yerga kelgan qiz bu. Ustoz ko'rmagan,
maktabda o'qimagan bu to'g'riliq tirishchan qiz. Dilbar qizim bo'lsa, mening do'stimning qizi. Muqam kasb bo'yicha o'rganish qilgan. 4-qatimliq aylanma musobaqaga biz bilan birga bormoqchi bo'lgan qizimizning ismi Şübihisiz ham eşyadan işlengen söyünçe çiş akar çiş pastasını sizden çay, tamakından sargaygan çişinizden akartıdı. Hem çişirişinin aldığını alıdı. Çişiniz kamısa, yel tatıp kalsa, çişmilike kanısa, yallıglansa, söyünçe önümlük çiş pastasını işletin. Eğer ağız boşluğu jarahiti, sık işip gitiş, ağız pıraş bolsa, söyünçe yalpuz çiş pastasını işletin. Çişiniz pak, diliniz yoruk bolsun. Mana biz işledik. Kinnuri'den söyünçe, Kinnuri'den söyünçe çiş pastası. Terini kun nuridan kuyishni, sezgirlashishning oldini oladigan babona kun qalqin Chin Nuri. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı. Sizlikçi. Alaram soda suydan bir de setip ağallağa. Yani bir botluk mukafat çıkış faaliyeti başlandı. Nemege qarab tursiz? Qani siz qo'lingizdagi alaramning og'zini ichib, mukofotdan bahramand bo'ling. Vah, ma'lum chiqibdi. Rayonimiz va Ishkirdagi danglik markalar chet eldan bevosita import qilingan haqiqiy mallarni eng e'tibor bahada sotib olish uchun albatta E'tibor Tor Savdo shaharsini tavsiya qilamiz. Tordan mal sotilishda E'tibor Tor Savdo shaharsini tanlayman. Pul tejaydisangiz e'tiborga kiring. İsil materyallar asasında tədqiq qilingan istiqbal quvvet içindeki Hotem istiqbal zavutida işlendi. Suzluğunuzdan kandırıp kuvvet boludu. Oqıştılgan saxtimaldan saqlanıp istiqbal markasına dikkat qilin. Jasoratingizni texmi namoyon qilsin. Istiqbal erlar quvvet içindeki. Malayziyaning Bangkok oliy savdo rayonimizga yetib keldi. Bu faqat qahvada emas, boshqasiga aslo o'xshamas. To'xta, e'lon so'zlarga ozroqni mubolag'a olishganmiz. Rost aytaylik. Jinoyatlarning ishonsa hammadan bo'lgan. Malayziyadan erkagini rostga, boshqasiga zotiga o'xshamaydi ekan. Odamga qo'shibdi. To'g'ri, buni faqat ikkingizni bilamiz. Qanchalardan bo'ladi-da? Shu men faqat buni bilaman. U vaqtda siymochlarni chiqarsin. Malayziya Bangkok oliy savdo. Chin Nuri Biopan Texnikisi Sultan Zavutida işlengen güzellik menin Chin güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Bu programını samimiy şekilde Malayziyadan import qilgan Shubidin xoli biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Janar. Muborak olsun Janar, muborak olsun. Janar, keyingi sahnani ko'rishgacha omon bo'ling. Omadlar sizga yor bo'lsin. Dilbar, sizni shu qatimliq təcrübə sabaq orqali nurg'unlagan ko'p hosilotlarga erishishingiz mumkin. Endi sizning shu vaqtdagi hissiyotlaringizni anglab basaq bo'lamdi. Men bundan afsuslanmayman. Men kichik oldimda yana nurg'unlagan yo'llarga chuqur terishma. Keyin bo'ldi. Bundan Dilbar Iminiyaz Dazri Dadzi Iminiyaz efendining tarbiyasida yangi natijalarni yoritdi. Janar Tursunga merhaba, Dilbar qizga barakallah. Chin Nuri Biopan Texnikisi Sultan Zavutida işlengen güzellik menin Chin güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Programımızda devlet derecelik ekologik rayon Kelpin nahiye tağbağırı joylashgan kimiyelik terkipler qaytilmagan, sap havada pishqangan, sifatlik buğdayda işlengen. Buğday sap suda juyilgan, ozuqlik elementleri kuydirib etilmagan. Sap tabiiy un ishlab chiqarayotgan El Nuri unchiligi alohida qo'lladi. Tabiiy yemeklik, sağlam demaklik. El Nuri. Programımız bilen her minut, her dakika kızınızı çakıtırdıgan, turmuşunuzu güzelleştirdigan, birinci avtomobil zavutu işlep çıkargan Karolla avtomobili alayda hemkarlar.
Bu programmani samimiy şekilde Malayziyadan import qilingan shubidin xoli diyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Undaqsa, endi bu sahnada yana qaysi mayirlarimiz baygiga do'yilg'i tushirgandi. Ular bo'lsa-mu Shir Ali G'ani bilan Mahmudjon Mamur qarshilamiz. Ömürlü musafaha düşmekçi olan iki savaşçımız Shir Ali G'ani, Mahmudjon. Mahmudjon biraz tecrübeli, biraz pişkan, şu icraatga yaxshi naqshlar bilan elni yurishtirib, bizga biraz tunus naqshchi bo'lgan inimiz. Buni ham to'g'ri uslub doirasi biraz kengroq. Shir Ali G'ani bizning shu gruppdagi yana tipik zamoniy naqshlarımızın biri. Bu ikisi bölündü bular bölüngen naqsha Parizan. Bir kurishda so'yrim Parizan, Parizan, Parizan. Qisqagina 7-8 oy vaqt ichida biz ikkinchi bosqichga qadam qo'ydik. Bu jarayonda Abdulla akam bizga intayin zo'r darajada yetimli yordam bo'ldi. Hamda bizning kamchiliklarimizni tushirishda ulgu bo'ldi. Abdulla akam eng asosiysi bizga haqiqiy qanday bir naqshchi bo'lish, qanday bir yulduz bo'lishni haqiqiy tushuntirib ulgu bo'lmoqda bu jarayonda. Bizning bugun qilgan birdan-bir vazifamiz yoki uni inshaalloh yoki o'zga inshaalloh emas, birdan-bir qilgan vazifamiz bor kuchimiz bilan, mas'uliyatchanlik bilan shu naqshni eng go'zal holatda o'rlab, keng xalqimiz uchun men mayli shalanib ketay yoki tallanib ketay, men yanada xo'sh. Shir Ali og'ayning mushu musobaqada tanlansa, men olamga xo'sh. O'zim tanlansam, yana olamga xush. Oxirdaylig'im Shir Aliga ham o'zimga zo'r utuqlar tilayman. Bunaqa o'yinchilarga yana ko'p emasmi? Ashada akutda sirq ovozda tasdiq qilishni to'xtadim. Bo'ldi. Sen topshirib Mahmudjon chataq yo'q. Ma'qulmas. Omad tilayman. Qaydısını görüp kaldım Ferizan, bir kürüşte suyup kaldım Ferizan. Annesini ben hayardım izleyim. İzlerini izleyip kaldım Hamizan. Sevgimi benim başımda, rahmın kelsin gözden akayışımda. Sateş muhabbetim var benim. Bir görüşken beni intizar Ferizan. Ferizan, Ferizan, bir görüşte söyledim Ferizan. Ferizan, Ferizan, bir görüşte söyledim Ferizan. Sen gökteki yıldız mısın, ay mısın? Kalbimdeki beni izleyen gül müsün?
yürüyüşte sürdüm Feriza, Feriza, Feriza. 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 Yürüyüşte sürdüm Feriza. Xo'sh, undaqda oldi bilan biz qolgan yetakchi ustozlarimizning tavsiyalariga quloq solgan bo'lsak. Qani, Mahmud apandim. Ustoz ko'rganniki, mana foydasi shunda bo'ladi. Nayt moslashibsizlar. Mahmudjon. Oldidan naqshanlarga rahmat. Nayt boyga yetkazib aytmadinglar. Mening tavsiyam Sherali. Nurnisa xonim. Mahmudjon. Bugun sizlarniki o'zinglarcha hamkorlik qilgan qanaqroq bo'lganda? Mashshariyannikidan yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Bir daryoning suvini ichib olganmiz. Men Shiraliga jinimni berishga rozi. Yaxshi, bayonlar bo'lindi. Biz bundan intayin iftixorlimiz suyunimiz. Biz ham mana shunday mehr muhabbatga muhtoj. O'zini o'tida. Mening Sahna Amroyim, yaqin qarindishim Mahmudjon bu. Mening intayin cho'ng hurmatim bor bu do'stimizga. Bu do'stimiz undan burun nurg'un plastikalarni chiqarib, rahmat. Xalq o'rnida ma'lum darajada o'rin olgan yaxshi naqshchimiz, tajribali naqshchi do'stimiz. Rahmat. Cho'ng hurmatim bor do'stimga. Ishib ketdi, rahmat. Bo'ldi. Demak, endi sizlarning yuqorqi yurak so'zlaringizga, shu damlardagi hissiyotingizga asoslangan chog'da bu sahnada mayli kimni qilib kelishidan qat'iy nazar sizlar rozilik bildirsizlar, shundaqmi? Rozi. Balki Amroy yetakchi bilan birlikda maslahatlash natijasida qarorga yaqin kelib qolgan bo'lishingiz mumkin. Tunji navbatlik yana shu o'rindiq aylanish bosqichidagi bizningki qarindishimiz, meningki Amroq enim, Erkin apandiniki Isil degan bir so'zi bor. Nurg'un tomoshabinlarga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Menga shunday ta'sir qilgan. Bir qilgan Isil. Bu ishkaylan haqiqatan Isil. Bundan keyingi musobaqadagi yana bir o'ylagan ko'zlagan maqsadlarimiz sabab tufayli Shirali enimni tavsiya etaman. Ustozlarimizningki ko'ngilchakligini, ularning nihoyat mehribonligini, mas'uliyatchanligini yuqorqi bayonlardan anglab bilib olg'ili bo'ldi. Qani, undaqda Abdulla apandimninki bir qancha yig'iz yurak so'zini anglash bilan birlikda keskin qarorni chiqarayotgan bo'lsak. Men topshirgan topshiriqdan ortiqroq sizlar o'zinglarning ifodasini ko'rsatinglar. Rahmat. Qani, undaqda Abdulla sahnasidagi mayirlarimiz qo'llarni basanglar. Abdulla sahnesida biz bilan birga ma'moqchi bo'lgan savodishimizning ismi Quddus gul yeri va gul suyidan ishlangan chin nuri teri go'zalligingizni asliga keltirib, uning xush hidi nervingizni tinchlantirib, uyqungizni yaxshilaydi. Quddus gul yerida ishlangan chin nuri teri asrash yurishligi go'zallikka, uyquga tashna hurmatch. G'uncha yoshlik kelining simvoli. G'uncha oziqliq va sovuq qangandilar go'zallikka jildirinadi. G'unchaning go'zalligidan hurlarmiz. G'uncha ben xush yurishligi. Büyük, hoş önümlük çaş ve beden yüz sopunu sizni bir kıtımdan yuyunish maqsadingizga yetkazadi.
büyük hoş önümlük sakal mavzusida sakal elish ve yüz yuvishni bir vaqtda tamamlayolasiz. Büyük teri canlandırış meyi, yüzgü qo'riq tushish, yerilish, yüzgü kepak o'rlash, teri tortishni turtadigan ko'p unumlik namlik saqlashmaydi. Endi biznikiga aralashmanglar. Büyük erlar büyükni ishiltadi. Shubhasiz mahsulot ishlaydigan Chin Nuri biotexnikasi. Ajdodlarimiz balalarning yuz qo'llari yerilsa, gal maydasi g'ijildisa, sovuqi ishib yig'dango, sigak bo'lib qolsa, quyruq yog'ni o'tqa qatlapmaylikdi. Bugungi kunda Sultan zavodi yerli kreditdan foydalanib, unumi yuqori bo'lgan balalar issiq quyruq megi, balalar chash badan so'qini, balalar badan o'qisi, balalar sut malhamini, omoq farzandlarning sog'lom pok bo'lishiga sundi. Qilg'at qilishga texmi adlik. Sho'x-sho'xlarimiz shubhasiz cho'ng bo'lsin. Chin Nuridan sho'x-sho'x. Recep tunishli tabi bu. Nima çay? Biz azaldan ichib kelayotgan choy. Nazil qari choy. İçseniz qari choylarning esili nazil qari choylarni iching. Bu yana ovoz Recep siskina. Muzdek bir narsa saklab ham to'liq qildi. Ma'qul ekan. Nimenin karamdı bu? Meşrep doğlatkısını, meşrep doğlatkısını. Mal karamdı. Hemimizin oyda meşrep olsun. Şinjan Mötüver Xalqaro Savdo Cheklik şirketi yeniden ishlab chiqargan Ochun Supun parashugi ishonchlik bo'lib, siz o'ylab bakmagan katta mukofotlar chiqdi. Shunda sarxil mukofotlardan qasdim burunka, qancha chiqdi ekan. Shunda qir chiqarish unumi ajoyib yaxshi ekan. Shuni biz Ochunda tanladik. Mushtirqida Elramning sodasi yo'q ketgan bo'lsa, Shuning dardingda bir narsani xotirjam xiyol qilib bo'lmagan-jima. Bilman aka, men seni Elramga amroqlik qilmayman. Rostda Elram sodasi bu. Elram sodasi tamoqni tabiiy singdirib, orzuqingizni chiqardi. Ajab yurak yaqta. Chin Nuri biyopan texnikasi Sultan zavodida ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mahirlarga omad tilaydi. Bu yerda erkaklar quvvat ichimligi samimiy askar. Programmamiz hozirda boshlanadi. Shirali. Muborak bo'lsin Shirali. Muborak bo'lsin. Biz Shiralininki keyingi bosqichda texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tilakdoshlik bildiramiz. Shunaqla uning texnik yangroq kuylarini bizga baxsh etadiganlik qilishimiz. Shirali keyingi bosqichga texnik yaxshi tayyorlik qiling. Omon bo'ling. Mahmudjon, bu sahnadan ayrilayotgan har bir mayirimizning ko'nglida ozdir ko'pdir parishonlik bo'ldi, ko'ngli yerim bo'ldi. Balkim siz hozirroq inson emas, albatta bo'ladi. Insonda kichikgina bir shaxsiyatlik tuyg'usi bo'ldi. Kichikgina menga bo'sikin deb solamiz, endi yurakdan deymiz yo'q. Bo'sikin deb solamiz. Yolg'on so'zga foydasi yo'q. Lekin bizni xursandqilgan yeri, bizni iftixorlantirgan yeri shuki, sizniki qarindoshlik mehri, sizniki o'tinib berish ro'yi, shunaqla sizniki g'ayrat, shijoat, u kichikgina shaxsiyatchilikni olib yengib ketdi. Menga hozirgacha bo'lgan shu natijalarim yetib oshdi. Bugungi bu bir naqsha mening qobiliyatimga vakillik qilolmaydi. Menda yetib oshqidek qobiliyat bor. Men bundan keyin yana ham san'at hayotimni davomlashtiraman. Xo'sh, Mahmudjon bergan va'dangizga asosan bundan keyin san'at yo'lingizda texnik zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishingizni tilakdoshmiz. Qani, omon bo'ling. Haqiqiy do'stlar bir-birining o'rilishi uchun sho'ti bo'ldi. Biz Shirali G'ini va Mahmudjon Mahmudni chin do'stlar deb tushunsak bo'ladi. Shundaqla Abdulla ustozning bizningmi har ikkalarni ilib qog'imiz bor edi. Hech qisi yo'q. Mahmudjonga oq yo'l tilaymiz. Növbətdə diqqətinizdə olduğunu Xalmurat Rəqib bilan Anvar Rəqibning keskin rəqabati. Yana bir mutabık etmekçi olan iki savaşçımız Xalmurat Anvar. Bu iki savaşçımızın da birli böldük sebebi bulardan yana özünü çok kolaylık var. Maçkınlığı bu. Meyli 90 turpan bir kiliş, yakın yerli meşgullerinde olsun, ortak fikri başkalar tarafından çok rahat kılınmış. Maksat emas. Maksat.
Ben bu jarayonda birinchi bosqich, ikkinchi bosqich aytgan maqsadimni anglab, hissiyotni qanday berish maqsadiga, qanday kontrol qilish, qanday eksiyatda o'zimniki ma'lum jihatlarda kamchiligim borligini his qilib, ustozimiz bizga maqsad o'tish jarayonida bo'lib maqsadsa, hissiyotni qanday maqsad berish jihatda qatan zo'r bilimlarni berdi. Yana bu shu odamiy jihatda samimiyatni, mas'uliyatchanlikni biz naqshiga mas'ul bo'lish jihatda nurg'un amaliy harakat orqali bizga shuni his qildirdi. Subhida da kuldu çolban o bizge en çok görünüce o bek ulaq görünüce o. Çünkü unisal bir bizge bek yuqorish qilganda deyli onu. Subhida da kuldu çolban. Ümidimiz şu naksine meyli tanımaylı, çalmaylı sahnede mükemmel olarak orunda çıkarılacaklar. Bizim ümidimiz şu. Anvar akam bunun shunchalik ishonchim bor, shunchalik yaxshi e'tiborlanmoqchini. Mening o'zim ishonchim bor. Anvar aka sahnada ishimiz qobiliyatimizni yaxshi joriy qildirib, mayli tanlayli, mayli tanlayli. Menda armoy yo'q qisqasi. Anvar aka siz tanlasangiz mayli, men tanlasam mayli ishimiz yurtdan birimiz qatnasak bo'ldi, boshqa umidim yo'q mening. G'ayrat qilaylik. Sen külgende güler gülüye Sayrışımın bulguya Ulduydu kıydı derya Ey gar külkenli unutamay ne bahardı Kiler hidlerim Hıyalımda kıya haraşlarım Yılda yangan bir kıyaslı gün Ey nigar külkenli unutalmayım Iraklarda yandı gülhan Uzun gece kıymaydı hicran Sebehidemde küldü çoban Ey nigar külkenli unutalmayman Sana hiçbir azar yetmesin Şehrinde çok geceler gelmesin Bu muhabbet yansın düşmesin Ey nigar külkenli unutalmayman Şiraklarda yanıdı gülhan Uzun ki Şefim aldı hicran Sürünen döküldü çolpan Ey nigar külkenli
Sizlar mendan bekrak bizniki ustozlarimizning tavsiyasini anglashga, shundaqla eng oxirgi qarorni anglashga taqozo bo'lyapsizlar. Mahmud afandim. Agarda ishkilisining mahoratini kamolatga yetgan deb qarasangiz yoki baholash test bo'lsa, tavsiyalaringizni aytib olsangiz bo'ldi. Kamolatga yetgan ustozmi u? Mening tavsiyalarim Anvar. Anvar. Nurdisa xonim. Men Xalmurat elimni tavsiya etaman. Erkin efendim. Anvar. Bugun mushu musobaqa oyoqlashgandan keyin birolar boldiroq qaytib ketishga to'g'ri keldi. Mana shunday boldirib ketishga ideyajiyatin tayyorlik bormi? Men o'ylayman, biz Xalmuratjon ikkimiz deb mushu sengidan ayrilganimiz bilan biz kasbiy jihatda yana mangu bir yo'lda mangamiz. Xalmurat İşkimiz bir 90'dan Anvar akam bilan. Anvar akam o'zi menga bir ustoz yo'liq odamcha o'zi. Naqshini anglab cho'ng'olgan. Qayil, pishqan naqsh akam. Hamda bugun bu sahnada maylamay tushibdi. Menda armon yo'q lekin. Anvar akam qopqasi marazi. Men marazi. Undaqda Abzat efendim. Bizning mush jamiyatimizda mayli mush naqshning muzik san'ati kasbida bo'layli, mayli boshqa tibbiy va ijtimoiy fanlar sohasida bo'lsin, o'zimizdan ilgari bir qadam, bir bosqich oldimizda yurib, bir azir ko'ptir natijasi orqali bizning qalbimizga ta'sir ko'rsatganlarni ustoz o'rnida hurmat qilishni, e'tirof qilishni o'rganish bu eng cho'ng bir axloq bu. Har sohamizdagi shu rahmat. Aşındağı itiraf qilish va hurmat qilish asosida andan to'g'ri bo'lgan raqobat ko'z qarashi bo'yicha undan olqib ketish, ustun turish uchun tirishchilik ko'rsatsak bu bo'ladi. Albatta, burunqilarga qaraganda keyingilarniki olqib o'tishi, undan ustun bo'lib ketishi bu normal tabiiy ahvol. Shuning uchun mush ustozlik va o'zimizdan ilgari mushu sohada bizga ta'sir ko'rsatganlarni bir hurmat bilan, ustozlik nazar bilan qarash bu bir yaxshi bir axloq. Endi Anvar oldingi navbatda aman bo'lsin degan naqshni aytdi. Aman bo'lsin garchi ammabop naqshi uslubidagi naqshi deb qaralgan bilan biroz milliy uslubga yaqin bo'lgan shunday bir xarakterlik naqsha. Endi Xalmurat izchil mening bilishimcha shu hozirgi uslubdagi naqshlarni ko'proq aytgan. Bu nuqtadan solishtirsak Anvar haqiqatan shaxsan meni bek ko'p qoyil qildi. Men bugun bunchalik unda sifatli, bunchalik go'zal ijro qilishni men ancha o'ylab ketamagan. Bugun nihoyatda to'liq bilan yaxshi ijro qildi. Xalmurat bilan Anvar har ikkilisi o'xshash. Lekin mening oxirgi tavsiyalarim Xalmurat. Bo'ldi. Qani Abdulla Abdurim efendim. Anvarda bizdimi bo'lmagan ba'zi ortiqchiliklar bor. Ustoz shagird bo'lib, munosabatimizni texnik qo'yiqlashtirdik burundan tatib omdan. Hop, Xalmurat bu ig'ir darajalik naqshchimizning birisi. Buning ovozimi menga bak yaraydi. Yarqin. U hissiyotni bo'sh qo'yatmaydi. Biz tanlashqa yuzlanaylik. Xalmurat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Xalmurat. Siz hozirgi qarorga, hozirgi tanlash cho'qim aktiv pozitsiya bilan qaraya olasiz. Ustozim Abdulla Abdurimki qarorga hurmat qilaman. Yana hurmat qilaman. Mangu hurmat qilaman. Abdulla ustozim menga qilish yo'limda mangu ustozim. Oxirida meni qo'llab-quvvatlab madad bergan
kasıpdaşlarımga, hali ağaylarimga, ustozlarimga, oilamdagilarga ko'p rahmat deyman. Rahmat. Qani, ustozlar bilan. Bu raqib familiyalik do'stlarimiz raqobatlashib qoldi. Bu haqiqatan unutilsiz minutlar bo'ldi. Sizlar aytgan kuyni xalqimiz unutmaydi. Bizmi sizlarni unuta olmaymiz. Çin Nuri Biyopen Texnikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel grim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Programımız bilen 2015-yili yeni nusxı bilen tantanlik bozor silingan Ravi Top avtomobili alayda hamkorlashdi. Bu programını samimiy şekilde Malaysiyadan import qilingan shubidin xoli biyatda erkaklar quvvat ichimligi alayda talab qildi. Çin Nuri Biyotexnikisi Sultan Zavut'da işlengen güzellik bilen Çin güzel grim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Növbətdə bizning bu doyil meydanımızda yana qaysi mahirlarimiz o'zining naqshi ovozi bilan beygiga, doyilga tushirgandi. Agarda buningga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli bayonimda bo'lsin. U bo'lsa-mu Mardan Abdikim bilan Abdikim Aysa qarshi olamiz. Musobaqa tushirgan ilk savoldoshimiz Abdikim Aysa bilan Mardan Abdikim. Bu ikki savoldoshimizga endi qiyinlik darajasini yana bir oz ko'tarib, kechalmayman sendan vatan degan naqsh bo'ldi. Shu naqsh orqali bizning musobaqa so'zimizni xulosalaymiz. Oldin qatimliq musobaqa etgan naqshlarga qaraganda buningda siz qo'ygan talab qattiqroq kuchliroq. Bu jarayonda hamda ustozimizdan hali ko'p bilimlar ega bo'ldik hamda masalan shu naqsh etishga eng asosli hissiyot, turoq deganlarni qandoq elish, qandoq o'rindash degandek jihatlarda ko'p bilimlar ega bo'ldik. Sende sabi çağlarım Gülge to'ldesinde bağlarım Bu naqsha hamda mumkin naqsh etish usulidan hali ko'p jiroqroq hamda shunday bo'lsa-mu yaxshi etib ketishga ishonchimiz bor. Madanjonga zo'r utuqlarni tilayman, o'zimmi yaxshi bir natijani erishishga tirishim. Musobaqada bu kuydan bizlar chuqur bo'ldi. Do'stligi ayol. Eng yaxshisi shu eng yorqin ovozlarni ko'rsatish uchun shu chuqur o'rindagi tankashni mashq qilaman. Geçermeymen
Kechelmeymen, kechelmeymen senin dinmeden. Kechelmeymen, kechelmeymen, kechelmeymen senin dinmeden. Bugün sizlarning ifodanglar qanday bo'lgandi? Mana shu savolimizga javob topishga biz yana davomli 3 nafar yetakchimizni tavsiyasini so'zlab berishni taklif qilamiz. Mushu Mardan inimga bir bilet tashlayman. Mahmud efendim. Vaqtida endi Mardan. Qani, xudo xohlasa, Erkin Abdulla efendim. Bu sahne endi mushunday sahne faqat oldiki yilliklar bor. Hammalar chiqib ketamiz. Sizlar birdan bir chiqib ketasiz. Eng oxirida biz chiqib ketamiz bu sahnedan. Shunday bo'lgan ekan, keskin bir tavsiyani bersangiz. Oxirida mening tavsiyam Mardan. Undaqda hozirgi mush ahvolda Mardonga bilet chiqroq tashilib qoldi. Bu nima ish qildi? Hamkorlashuvchim intayin yaxshi etdi. Qaysimiz talini, qaysimiz shallilli mush keyingi do'stlik munosabatimizning o'zlib qolmasligini umid qilaman. Bu so'zlar qaragan chog'da
Sizlarda allıburun qeyrindoshlik, do'stlik, birodarlik mehri yetilib qopti-da. Bu haqiqatan bizni intayin suyundiradigan jumlalar bo'ldi. Bundaqda Mardan, shu topdagi hissiyotingiz qandaqroq? 16 kishilik ketdik. Hargizmi bel qo'yotmasdan o'zaro bir-birimizni yetaklashib, yana ustoz Abdulla akamninki yetakchisi ostidan yana turishib ketishimizni umid qilaman. Bundaqda, Abdulat Abdukim apandim. Siz bir hamroh yetakchi bo'lib chiqdingiz bilan kimni tavsiya qilgansiz? Mardan texi yangidan mushu sohaga yuzlanayotgan mushna holatda. Ammo ilgirlash intayin zo'r. Mardan Abdukim bu mening enim, qarindishim. Ammo Abdukim umi menimki enim o'zimning qarindishi. Chunki men shunday kabolat beramanki, kasbiy axloq jihatda, kasbiy istil jihatda men haqiqatan odillik, barobarlik asosida men azaldan shu maydonda turib kelayotganman. Bugungi bu ijroda hissiyot jihatim bek cho'q farq bo'lmadi. Qanday qilish kerak? Mening tavsiyalarim Abdukim bo'lsin. Abdukim. Xo'sh, Abdulla Abdurim apandim. Mushu naqshni ikki o'quvchimga bo'lgan vaqtida har ikkilisida menga nisbatan opla degan bir gap anlanib qoldi-ku. Nimishqa desa, bular mening naqshamni dedi, yaxshi ko'ramiz, hammasi ikkilisi yaxshi ko'rdi ekan. Aytib baqqan naqshlarimiz ekan. Biroq mushu naqshni anglab ekan faqat. Undan aytmabdi ekan. Endi sizlar aytib baqqan naqshlarni o'zinglar xohlagan naqshni aytgan bosqich o'tib ketdi. Endi cho'qim muallimlar talabi bo'yicha bo'lingan naqshni ijro qilmoq kerak deb bu ishga savodishimizga nima qildik, topshirdik. Har ikkilisi turishdi. Abdulla apandim, eng oxirgi keskin qaroringizni chiqarayotgan bo'lsangiz. Yuqori ovozda, uzildirmay. Dadam keldi. Bu qizim ko'rinmaydi. Tepstekmi? Ak yo'l sopunining qushi edi. Burung'ili emas, yuraklargimi tonish. Doim shunday tepib olsiz dada. Chunki dadalik mehrim siz bilan birga qizim. Yana kelib, keminizdagi pak yo'lning qushi edi. Mana Ak yo'l sopunining kirchiqirish unumi yuqori. Hurlik dog'larni hokiz tozalab, xushburoq qiladi. Hokizlar pakishning muqaddimasi. Sizning uyda pak yo'l bor, sizlarning uyda-chi? Pak yo'l sopun tarkibini aylanmang. Nima degan xushburoq joy bu? Ta'midak esilgan. Ya'ni choy almashtiribsizlar-da. Tabiiy, xushburoq Zarafshon qizil ta'milchi, Zarafshon choychiligi. Şinjan Mötver Xalqaro savdo cheklek shirkati yangidan ishlab chiqargan Ochil sopun parashugi ishonchlik bo'lib, siz o'ylab bakmagan katta mukofotlar chiqadi. Shunda har xil mukofotlardan qasdim burilka, hamza chiqar ekan. Shunda qil chiqarish unumi ajoyib yaxshi ekan. Shunga biz Ochilni tanladik. Ben kirib ishlar bilan sevib chiqayamsan. Elikni unutib qolmassan. Kam Alram savdosida bir yash beradi. Bir yashmi? Aka, Alram shirkati yaqinda bir yash qolsam, bir yash mukofot chiqqan faoliyatni yo'l qo'ydi. Sizdan baqamsiz. To'g'ri, asl chiqib qoldi bu. Mana aka, hozirchi bular emas, bir budilka olsam, bir budilka mukofot chiqadi. Mana aka, mana. Baqila aka. Voy, limondan chiqilib oldi. Ishigan bir yash bor dedi. Rostmi? İşte uyingizning gapirib aytmadi. Alram soda suyi. Mana bir maydon raqobat boshlandi. Maharat kuchimni bir ko'rsatib aytjima. Bu yigitni bosh emasmi nima? Qahramon. Ma'qul aka. Asliga bu yer deganda. Adlaka, asli qahramon ichimligini ichib kuchingizni markazlashtiribsiz-da. Shundoq fikr. Ichimlikning modisi, tan his qilar huzuri, qahramon quvvat ichimligi. Şinjan Qo'shnur yuyuq buyumlar cheklek shirkatining xalqimiz qilgan esil so'g'isi Qo'shnur markali sopun parishki. Yaxshi choy o'zining ta'midan xushburqadan ma'lum. Nozil alayda qarchaylari xush ta'mi bilan ta'mimizni ram qildi. Ajdodlarimizdan tatib ichib kelgan esil ta'm nozil alayda qarchaylardan mujassam. Atgan choy qitsangiz texma ta'mlik. Dada, qanday unni tabiiy undaymiz? Bolam,
Sifatli buğdaylar ham eşya kılıngan, haq suyida yuyulgan, sap havada pişiqlangan, pişiqlash jarayonida hech qanday ximiyalik tarkib qo'shilmagan unni tabiiy un deymiz. Organik yemeklik ishlab chiqarish o'lchami bo'yicha tosh tugman temperaturasida ozuqliq elementlari kuydirib etilmay ishlab chiqarilgan Al-Nur tugman uni tabiiy yemeklik bo'lish sifati bilan sog'lomligingizga to'kib qo'shqusi. Tabiiy yemeklik sog'lom demaklik. Al-Nuri. Samimiy Abdullaga hamon qut baxtiyor bo'ladi. Xalqimizga kun diyar bo'lgan Qutyar soda suvi 12 yillik shonliq musofirni besib bugungi kunga keldi. Qutyar xalqimizning umidini oqladi. Qutyar 2003-yildan boshlab hozirgacha tinimsiz izlanib Qutyar soda suvining sifatini texmi o'stirdi, turini texmi sarxillashtirdi. Qut belgisi bilikdir. Soda suvining sarkisi Qutyardir. Xalqimizning xushtari kam bo'lmasin Qutyari. Qutyar soda suvi. Qutyar Çin Nuri Biyopen Texnikisi Sultan Zavut'da işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi askerlik. Programımız hazırda başlanadı. Merdan. Mübarek olsun. Merdan mübarek olsun. Biz Merdan ablikimdeki muvaffakiyat kaldı 4. basqışqa qadam qo'yganligini qutlaymiz. Rahmat, ormag'aysiz keyingi basqışqa texnik yaxshi tayyorlik qiling. Eng Çin Muşu vaqtida davolaychi degan gaplarni bir anglab boqaylik. Ustozimiz Abdulla akamga shunaqla yetakchi, o'qituvchilarga shunaqla meni yaqindan qo'llab bergan barliq qarindoshlarga oxirida chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Xudoda undaqda sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bundan keyingi san'at musofiringizdan texmo jiroqqa so'zilgan bo'lishini umid qilamiz. Qani ustozlar bilan xo'shallik ilkida xo'shlashsak. Sizlar vatandan kechalmagandek, bizmi vatandan kechalmaymiz. Shunaqla har ishlardan kechalmaymiz. Qadiri amal yo'q. Ammo fursat bor. Fursat yer bo'lsa, Abdukim Aysani yana sahnamizda ko'rgaymiz. Abdullah sahnasida ilib berilayotgan keskin raqobat davomlashyotdi. Bu programmamizda davlat darajalik ekologik rayon Kalpin noya tog' bag'riga joylashgan sop tabiiy un ishlab chiqarayotgan Al-Nuri unchiligi alohida talab qildi. Ekran oldidagi programmamizni qo'ymay ko'rib kelayotgan aziz ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar ko'rayotganinglar, Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Bug'ra madaniyat taqdis shirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi Chin Güzel Ipak Yo'li sadosi. Çin Nuri Biyotexnikisi Sultan Zavut'da işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumdiri mayırlarga amet tilaydi. Undaqda növbetde bizden bu doyul meydanımızda yani qaysı naqshchilarimiz o'zining yangraq ovozi bilan baygiga raqobatga tushadigandu. Ular bo'lsa Farhodjon Abdukerim bilan Elzat Muhammad qarshilamiz. Qo'shimimiz Farhodjon Elzat. Bu ishga o'quvchimizga naqsh bo'lishda bir oz o'xshamaslik bor. Bunda qarasanglar sizlarni bilalaysizlar balkim. Farhodjon yosh kichik bo'lg'achqa buning ovoz doirasi bizning cho'ng o'quvchilarga selishtirganda bir oz ovoz bo'lishi kerak. Bunda bo'lgandan keyin masalan Elzat aytmoqchi bo'lgan naqshni Farhodjonga birlik etsak, buni biroz tushunib qo'yamiz. Yoki buningga loyiq keladigan bir naqshni Elzatni tan etsa, Elzatni tushunib qo'yamiz. Abdullah ustozim men uchun va men bilan bir guruhdagi aka-akalarim uchun nurg'un yaxshi sharoitlarni hozirlab, mening sahnada qanday turish, naqshni qanday turib aytish qiyofatimga tuzish berib, mendan asl o'zgarishlar bo'ldi. Mana chiqindi nashr jarayonida amalda tuz turib aytadigan o'zingizga talab qilyapti. Bularni o'lsiga chiqqan vaqtida doimiy maqbashda qatiyib qoldilar. Buni qilsak, keyin agar o'rganib qolsak, ovoz chiqarishni naqshchi xos qilmay qoldi. Buni Piki Abroyim o'zimizningki ilmsiz bo'lgan Farhodjon. Bu Farhodjon ikkimizningki ovoz o'rni bir ekanligidan Abdullah ustoz ikkimizga ikki naqsh berib, ayrim aytadigan holatda qildi. Bu Farhodjon ilmimiz oldingi bosqichlarda butun xalqning ko'nglidan o'rin oldi. Men bu ilmimizga qo'l qo'ydim. Mening bu tayyorliklarim shunchalik puxta bo'lsa, shu musobaqada Farhodjon ilmimizni yengib chiqishga to'liq ishonchim bor. Hozir men sahnaga chiqmoqchi. Elzat aka sahnada ko'rishaylik, ana marhamat.
Ben hazır sekine çıkmakçı en yaxşı netice beni kütüyordu. Ferhatcan inan sekini görüşelim. Əmisi işki olma müsabıqası başlandı o. Ferhatcan oğlum, ben diyen geplerini unutkanma. He? İzzet əmisi, kutkunuzda bir sahneye çıkıp çıkamsınız. Ahmet dileyime afkılırım ha? Çaresiz kalganda iş pazarda ümit varlık kalben tilki varman bir hikmet var diye yar azarda bu uçmaz sevdamı dep yuboraman çaresiz kalganda iş pazarda ümit varlık kalben tilki varaman bir hikmet var diye yar azarda mayli telbedinler mayli divane mahasir günah bizler günahkar günne bulbuliga aylab begona kimning ko'ngli to'lar kimga qanday kor
hasret dağlarım Cim murabbar yapman dilge bildirmey Köksümde köydürgen hicran çoğlarım Dilimge aytaymi gülümge aytay Ya kütüp öteymi ya keçip kütay Ara yolda kaldım bir canım bilen Aldımda iki yol kaybirin tutay Ya artki kaytaymi armanım bilen Mayli telbedinler mayli divane Nahat sevgi günah bizler günahkar Günni bulbuliga aylab begona Kimning ko'ngli to'lar kimga qanday kor Mayli telbedinler, mayli divane Nahat sevgi günah, bizler günahkar Günni bulbuliga aylab begona Kimning ko'ngli to'lar, kimga qanday kor Telbedinler Belki bizden körmen dostlarımızdan çokum yadıdı ba. Abdullah sahnesideki rekabetimiz başlangan dastlabki chog'larda bizningki mahirimiz Elzat Ekber chek tatqanlik sababidan Ekber bilan raqobatga tushgan. Shunaqmi? Shu qitimliq raqobatda Ekberni yengib, mana hozir o'z navbati bo'yicha Farhodjon bilan beygiga raqobatga tushdi. Elzat bilan Farhodjonning bugungi qimliq naqshlariga quloq soldik, balkim do'stlarimiz intayin hayajonlangan bo'lishi mumkin. Lekin bizning yetakchi ustozlarimiz hayajonlandimi yo'q? Ular zodi kimning naqsini, kimning mahoratini bakrak yoqtirgandi. Oldi bilan yana davomli tavsiyalarni anglab boqaylik. Bizningki kichik Farhodjon, o'maq Farhodjon kichik cho'lponga aylanib bo'ldi hisobda. Biz 4 yilimizni o'rib, o'rnimizdan qo'pqizib, yig'iltib o'tgan Farhod inimiz aviyatin men azroq Abdulla akamiz bilan 5 minut demlashdi. Paranglashib qoldim. Mushu munosabatda men so'radim. Abdulla aka ko'zoynakni o'zi nim qilibdimi yoki qanday bo'ldi desam, men mushu hadiya doktori bilan deyishib yetlab opirib shunday tekshirtib qildim. Lekin shunday bo'lsa-mu, azroq kechik qolgan bo'lsaqmi, yana ish qilib nur ato qilishga mening qurbim qo'limdan kelishicha bir yordam qilgan bo'lsam, o'zim olamchi xush bo'lardim. Barakallah ustozlar. Sizlarning o'quvchilaringizga bo'lgan samimiyatinglar haqiqatan bizni intayin ta'sirlantirdi. Sizlarga tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat. U bir oddiy ko'zoynak, balkim ya 1000 yuan ya 2000 yuan ya 3000 yuan atrofida bo'lishi mumkin, lekin bu baho hech nimani ifodalab bermaydi. Abdulla Abdurahim apandim mana mushu yigitga o'ziningki mehr muhabbatini ifodaladi. Buningdan bizmi, tuvanda o'tgan tomoshabinlarimizmi, ekran oldidagi ko'rurmanlarimiz intayin hayajonlandi. Siz mayli talining yoki shalining mag'rurlanish yoki bo'lmasa ko'nglingiz yerim bo'lib qolish ehtimolliklari bormi sizda? Anlamay qalsammi, anda hech yo'q. Endi men yana o'zimda kichik bo'lgan keyin bunday sharoitdan oldin jib bor. Yaxshi. Mening tavsiyalarim kasbiy nuqtadan qaraganda Elzat inim tavsiya. Elzat hozir bir biletga erishdingiz.
Elzat kelsak, oldin ketdimmi Elzat Azatbekning narsini o'qib bergan shunaqa. Bu da Atabekning narsini o'qibdi. Ammo Azatbekning narsini o'qiyvergan bo'lsang, ovozing ich birdi. Menimcha. Ma Atabekninki naqsi pishki zilroq buniki sal zilva. Azatbekning naqshilar pishki sening ovozingni zada o'xshashli ich birdi. Lekin yaxshi. Endi Baratjon o'g'lim. O'zingmi deb o'tdim boya. Men de kichik, ovozim to'xtamadi. Onun üstündeki fursatlar ko'p. Mana ustozim davo o'tib ketdi ko'zimga. Nima degan yaxshi fursat. Kasbiy nuqtadan aytganda men Elzatni tanlayman. Erkin Abdullah efendim. İpek Yolu Sadası programmasını ko'rayotgan har bir tomoshabinning ko'nglida cho'qim o'zining bir chempioni bo'ladi. Bizning bu hech qaysinglardan kechkimiz yo'q. Bayatını sizlab o'tgandek bu programda bu sahnadan bir vaqtincha ayrilish, faqat oldi-keyinlik masalasi bor. Eng oxiri kelgan chaqda hammalar bu sahnadan tushib ketamiz. Shunga men bu yanilam Mahmudkam deganda kasbiy nuqtadan va yoki keyingi musobaqalarni va yoki universal safar orqasidan o'ylashib, Elzatni tavsiya qilaman. Ferhatjon, mush programma qatnashib qo'shildingizmi? Men mushu Ipak Yo'l Sadasi programmasiga qatnashib, barliq xalqimga nurg'ulg'an yaxshi ta'sir berayligimdan xursandman. Bo'ldi, Elzat. Undaqda siz bugun shu fursatda nimalarni demoqchi? Hozirgi hissiyotingiz qanday? Hozirgi hissiyotim men bugungi 17 nafar savoqdoshlarimning ichida eng baxtli deb o'ylayman o'zimni. Chunki ikki qitim sahnaga chiqib naqsh aytib, o'z talantini joriy qildira oldim. Shundaqda ham shu Abdullah ustoz biz ko'rsatgan shu naqshlarimizni garchi yaxshi aytamagan bo'lsak-mu, yana Abdullah ustoz uchun qur'onimni bildiraman. Ferhatjon inamg'imi cho'ng qutuqlan tilayman. Ferhatjon, Elzat, sizlarning xabaringlarda bor, bizning bu programmamiz faqat Abdunum rayonimizda yoki elimizda qo'yilib qolmasdan O'rta Osiyodagi nurg'ulg'an davlatlarda bizning programmamizni ko'rayotgan qizg'in ko'rmanlarimiz bor. Ular har san programmamizni, har bir mohirimizni qo'ymay ko'rdi, hatto jurkiga ching o'rnatib oldi. Shularning qatorida siz Ipak Yo'li Sadasi programmamizga qatnashgandan keyin yana bir qatim bu programmamizni avjiga chiqargan shunaqamish programmamiz orqali cho'lponga aylandingiz. Sizmi ham bizning yoshlarimiz intayin yaxshi ko'radigan yosh bir naqshchi sharafiga erishdingiz. Unda qo'sa biz eng oxirgi bir qancha minutda oldi bilan Abdullah efendimninki, hamroh yetakchisi Ablat Abdukim efendimninki taklifini anglag'ach, yana Abdullah efendimning qaroriga quloq solsak. Ferhatjon inimiz bo'lsa, mishad mayli naq maydonda o'tgan tomoshabinlar bo'lsin, mayli televizor ekran oldidagi tomoshabinlar bo'lsin, mushundaq bir narsani eskartib o'tish tegishli. Bu ilimizning taxi ovozi to'xtalgan ovoz emas. Bala ovoz. Bu hammamizga aniq bo'lib ketish kerak. Endi bu elimizniki mush yeshida shu 3 bosqich musobaqada bir-biridan yaxshi, bir-biridan sifatli o'z yeshiga loyiqlashgan naqsh bilan bizga bir zo'q ato qilgan naqshsiga ofrin barakalloh. Ammo rahmat. Ammo lekin asli qoida bo'yicha Elzat aksidan bir barobarlik asosida musobaqaga tushish ancha meningcha odillik bo'lmaydi. Chunki bu elimizda ovoz to'xtashmagan. Shunga televizor ekran oldidagi va naq maydondagi tomoshabinlarimizning mushu kasbiy jihatdagi bu bir nuqtaga to'g'ri muomala qilishini har go'zallikqa hissiyot bilan emas, aql bilan bir narsaga hukm qilib, buni mushu Ipak Yo'li Sadasidagi odillik va barobar asosida elib berilayotgan mushu musobaqa natija ahvollariga ishonishini umid qilaman. Elimiz Elzatni tavsiya qilmoqchi. Nəhayət yaxşı bayonlar bulundu. Xo'sh, shunda bo'lsa, endi biz eng oxirida Abdullah Abdurim efendimning keskin qarorini anglab boqaylik. Bu yerda men ozroq bir narsani tushuntirib qo'ymasam bo'lmaydi, chunki bu alayda ahvol. Birinchi, bu ikki mohirning ayrim naqsh aytib qilishining sababi. Shunda bo'ldiki, o'g'lim Ferhatjon yesh kichik bo'lgandan keyin boya ustozlar degandek Elzat aksi qatorliq mohirlar bilan bir naqshini peki holatda aytishga sal o'ngsiz keldi. Chunki buning ovozi hozir qizlarning ovozi o'rni bilan o'xshash bo'ldi-chi.
Shuning uchun mush Faradjonga kelganda e'tibor qilaylik. Bu balamizga biz hozir akıllar aytganga o'xshash naqshlarni, ammabop uslubdagi naqshlarning ashunday bir naqshlarni tansak bir az yana haq bo'lmay qoldi. Bu o'z yaxshi ko'rgan, o'zi eng yaxshi tanlagan naqshini tayyorlab kelsinda bir ikki naqshni tayyorlab qilgan. Jipak yo'li sadosi kuldur qilibla o'ynatadigan sahna emas. Yoki xalqni kuldiribla yoki bizdan hayajon qilibla emas. Buningda yana o'xshashlar bir ilmiylik bir sorun. Chunki naqshning o'zi tadqiqot qilishga, taraqqiy qildirishga tegishli bir fan. Ikkinchisi Faradjonning ko'z masalasiga kelsak, ya'ni hadiya ko'z kasalliklar doktorxonasiga borgandan keyin nurg'un tekshirishlardan keyin bolaning kichik vaqtidan tortib ko'zoynak taqgan bo'lsa, bu holat kelib ketmaydiganligi, agar ko'zoynak taqmasa, yana bir necha yilda bu ko'zning ig'ir to'sqinga uchraydiganligini jazmlashtirib, hadiya adam o'z qo'li bilan tekshirib, bundan keyin asta bu bolaning ko'zini texmi yaxshi holatga keltirishga va'da qildi. Shuning bilan bu ko'zi ojiz bo'lsa-mu, ruhiy tetik, ruhiy dunyosi uchiq o'g'limni men davomli o'sha o'zi qiziqqan naqsh kasbida qurbatimni yetishicha tarbiyalashga va'da qilaman. Shuna qolganda qani bugun 4-aylanma musobaqaga biz bilan bormoqchi bo'lgan savodishimizning ismi hozirda boshlanadi. Ilzat. Muborak bo'lsin Ilzat. Abdullah To'xtatgan Faradjon ilmlik yo'llangan ishlarga sanasida son yere qolmay yangi asosga bo'lib o'tishni umidlayman. Rahmat Ilzat. Faradjon akam. Qarang, siz eng hurmatligan 5 nafar ustoz sizga qarab turibdi. Hozir sizniki o'zingizga ishongan holda, mag'rur qiyofatda, botirlarcha, hech qisi yo'q. Men texmi tirishman deydigan so'zingizdan anglashga shunchalik taqozo bo'lyapti. Men bu musobaqada shalinib ketganimdan hech qancha afsuslanmayman. Endi lekin damal qilib sendan ayrilish oldidan so'ng yerim bo'lganda qilib turishmanda. Bundan keyingi vaqtlarimda hargiz o'kinmayman. Qani, Faradjon. Unda bo'lsa, mana hozir sizningki suyumlik akadalaringiz Erkin Abdullah efendim, Nurnisa Abbas xonim, programmamizning film ishligisi Muxtar Bug'ra efendim, shunaqla Abdullah Abdurim efendim, Ablat Abdikim efendim, Mahmud Sulayman efendim, hammasi sahnamizga yetib keldi. Bu yigitga programma gruppasidan mana Mushadil Jakalay Munavvar naqshchi degan bahoni beramiz. Keyin mukofotlaymiz. Faradjonni biz mush Ipak yo'li sadosi programmamizga qatnashgan eng botir, shunaqla eng talaylik bir mahir desak tamamen bo'ladi. Bizning Munavvar yetakchi ustozlarimiz hurmatga nail bo'lgan bizniki qadrlik efendilar xonimlar sahna oldiga chiqib, sahna ustiga chiqib, Faradjonga bizniki yaxshi ko'rdiganlik hissiyotini ifodaladi. Bu haqiqatan intayin ta'sirli bir minutlar bo'ldi. Xo'sh, naq maydondagi qizg'in tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Abdullah sahnasidagi raqobat, hamkorlik, shunaqla tirishchanlikqa to'yingan 17dan 8ni tanlaydigan sinoq bosqichidagi keskin raqobati shuning bilan oyoqlashdi. Biz tanlangan 8 nafar mayirimizning keyingi bosqichdagi iqtidorining, talantining texnik yuksak pallada bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Undaqda keyingi san programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.